Bizdan yana qachon konkurs bo'ladi deb so'raganlar uchun mana marhamat sizlarga ajoyib konkurs. Ya'ni shaxsiy o'zimning Telegram kanalim Otajon Niko va Sergey akani kanali bilan birgalikda, ya'ni ikkita kanal sizga konkursni e'lon qilamiz. Hozir konkursda qo'yiladigan mahsulotlarni taxlab qo'yamiz. Bu safar konkursimizga mana ko'rib turganingdek 4 ta sovg'ani qo'yamiz. Birinchi o'ringa bizda mana AVT Gaming kompaniyasidan KGW02 deb nomlangan ajoyib mexanik klaviatura. Hozir men sizlarga Switch haqida ham ma'lumot berib ketaman. Ushbu klaviaturamiz obzorda kelgan va ozgina ishlatilgan, ya'ni juda ham yaxshi holatda, ya'ni studiyamizda ishlagan, ki olib qo'yganmiz. Switch Red Switch ekanmizda, ya'ni Red Switchga ega bo'lgan to'liq bizda mexanik klaviatura. Ikkinchi va uchinchi o'rin uchun bizda Lenovo'dan Sync Plus bor, ya'ni TS38 deb nomlangan ajoyib RGB podsvetkasiga ega bo'lgan kolonka, hattoki baslari ham bor. Bu kolonka haqida kanalga o'tsanglar alohida obzor ham chiqarib qo'yamiz. Mana. Ya'ni ikkinchi o'ringa ham, uchinchi o'ringa ham mana bunaqa kolonkadan bizda ikkita. Mana. Va 4-o'ringa ham o'z 3 ta sovg'a qilmoqchi edik va 4-o'ringa ham biz shunaqa sovg'a qo'yamiz, ya'ni Office Complect. Bizda Oklik kompaniyasidan yangi simli klaviatura va Auladan AM Bristol deb nomlangan simli mishka komplekt. Mana shu ikkita komplekt bizda 4-o'rin uchun qo'yilmoqda. Konkursda qatnashish uchun men video tagida manzil qoldiraman. O'sha kanalga zakripit qilingan joyga kirib, bizning o'sha ikkita kanalga obuna bo'lish talab qilinadi va o'sha konkursda qatnashish joyini bosib qo'ysanglar, bo'ldi. Shu bilan konkurs ishtirokchisiga aylanasiz va 10-iyul kuni kechki payt soat 7 da ushbu konkursimizning javobi nasib qilsa e'lon qilinadi.